Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Paytda O'rikzor bozor atrofidamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek yo'lni belgilanmagan joydan harakatlanib kelyapti. Bu yoqqa kelgan. Bu yoqqa. Isming nima? Hamid. A? Abdulhamid. Abdulhamid. Nimaga yo'lni belgilanmagan joydan harakatlanyapsan? O'tyapsan, ukajonim. Ha? Qani peshixod? Yo'q o'tdi ukajonim. Peshixod ana pastda, ko'rdingmi? Svetofor oldida. O'tdi mana hozir mana mashinalarning tezligini ko'ryapsan? Senga bir narsa bo'lsa nima bo'ladi? Necha yoshsan? 14. Ha? 14. Senga bir narsa bo'lib qolsa mana nima bo'ladi? Yo'l harakat qoidalarini o'rgatishadimi maktabda? Ha? Nima deyishgan? Yo'lni belgilangan joydan harakatlan deyishgan, to'g'rimi? Nimaga sen qoida buzyapsan bo'lmasam uka? Mana tezlikni ko'ryapsan mashinalarni? Tep ketsa senga shikast yetkazishi mumkin. Tushunsanmi? Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek imkon qadar farzandlarimizga, yaqinlarimizga piyodalar harakatlanadigan yo'lakchalardan harakatlanishni uyda o'rgataylik, maktabda o'rgataylik. Agar shuni biz hozirdan o'rgatmasak, maktabga chiqib ketgan farzandingiz kechqurun qaytib kelmasligi mumkin. Imkon qadar ushbu yo'l harakat qoidalarini yoshlarimizga, farzandlarimizga, yaqinlarimizga yo'lni belgilangan joydan harakatlanishni o'rgataylik.